Assalomu alaykum do'stlar. Men Buloqchan bo'laman. Hozir darsimizning davomini so'zlab o'tsak, oldin qatim biz darsimizda Gongji tizimligidan bu sonliq ma'lumot, undan keyin har xil qistirma, uslub, mavjudlar, undan boshqa doiviy bilaklarni yanglashni so'zlab o'tdik. Endi keyingi yutab ketdik. Keyingi birisi Gongshing Tongji, ya'ni statistikalarni yanglash deydi. Obyektimizdagi statistikalar yanglolmay qolgan vaqtimizda mushu o'rindan yanglasak bo'ldi. Masalan, bekat ya guruhlik tema soni, undan keyin nadirlangan tema soni, a'zolar yo'llagan tema, qatorliq yoki takror yo'llangan tema qatorliqlarningki bir nechta turlari bor. Mushlarni biz xohlagan bir turini tejab qilib olsak, shu turdagi uchurlar muvofiq yangilanib manda. Buni asosan shu joyga ishlatamiz. Keyingi birisi Yunshing Jilu, ya'ni programmaning ijro bo'linish xotirasi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda dastlabda chiqqani a'zolarningki shu usullari qaraydigan bo'lsak, buloqchan admin nomida shu bekatga kirgan yoki xatolik sodir qilgan ahvollar shu o'rindan chiqib turdi. Yunxoga nisbatan mana Mimaso, ya'ni shu bekatimizga kirishga urinib o'ziningki maxfiy nomerini o'ziniki maxfiy nomerini xato ko'rgazgan bo'lsa, a'zolar shu bekatimizga kirishga uringan bo'lsa, shu o'ringa chiqib ko'rsatib berdi degan gap. Undan boshqa cheklangan a'zolarni ko'rsatib berdi. Undan boshqa banjo, ya'ni bekitimizdagi boshqaruvchilarni boshqarish ahvolini shuni ko'rsatib berdi. Undan boshqa shitonjilu sistema ixtiyorlari, sistemaning xotiralari, masalan oqibat kirgan a'zolar, sistemadagi xatoliklar, undan keyin halaqa nima deymiz, yo'jen elektronlik xat sanduqiga xat yo'llanmay qolgan yoki mag'lub bo'lgan ushurlar. Undan boshqa kengaytirilgan xotirlardan a'zolarningki shu bog'lash qatnashganlar ahvoli, ogohlantirish ahvoli, har xil cho'g'lanmalarning o'zgarish ahvoli qatorliq turlarni shundan ko'ralaymiz. Qanday vaqtda shunday o'zgarishlar bo'ldi, hamini bekat xotirlab mangdi. Bu asosan shu yerga ishlatildi. Buni ko'rib baqsak bo'ldi. Undan keyin jihvaravu, ya'ni vazifalarning o'rinlash ahvoli. Masalan, ma'runda nurg'ulg'an turlar va masalan bugun yo'llangan tema sonini o'chirish qatorliq shu mashg'ulotlar bor. Masalan, bu shunga munosabatlik xotirlab ma'lum shu bekatning hujjatlari. Biz ma'runda hamma tanlagandan keyin tejov qilib olsak, shularni bizga yanglab turdi mana. Jihvaravu Ganshang Chingung, ya'ni vazifa o'rinish ahvolini yanglash o'ngishli bo'ldi deydi. Undan boshqa Winjan Shouchan Jancha, ya'ni odatda diskaz munbirini qarshilag'an vaqtimizda chuqur hujjatlarga, hamma hujjatlarga imkon bor o'qish, yozish huquqini berishimiz kerak. Bunda o'g'on sondan normal o'qiy oladi, yoza oladi. Biz buni mushurni tekshirsak bo'ldi. Masalan, tekshirish qilib baqila. Tekshirish qilsak mana bekatda undaq o'qish yozish ixtiyori berilmagan ahvollar yo'q. Agar shunday ahvollar bo'lib qolsa, masalan, Wufa Sheru o'qiyolmagan, yozolmagan ahvollar bo'lsa, bu qizil xatlik qilib ifodalanadi. Siz shu FTP qurol orqali, ya'ni Flash XP qatorli detallar orqali shu hujjatni yechib, xosligini 777 qilib belgilab olsangiz normal ishlaydi degan gap. Hozir bizning bekat unday ahvol yo'qkan, to'g'risi shuni tekshirib baqsa bo'ldi. Masalan, shundaq o'xshash o'qib berilmagan hujjatlar bo'lsa, qizil rangli omaga chiqarib berdi falan hujjat deb. Biz Flash XP detallar orqali qo'zg'alib buni yo'lasak bo'ldi, o'zgartirsak bo'ldi. Buni biz tungi soatlik darsimizda, ya'ni diskazni qachalash degan darsning o'zida birinchi soat darsi buni so'zlab bo'lgan o'xshash o'qib berishni. Keyingi birisi Wenjan Shaoyan, ya'ni hujjatlarni tekshirib ko'rish. Masalan, buni bosgandan keyin bekatlik hujjatlarga nisbatan tekshirish elib bordi deydi. Biz tekshirish elib boqaylik ana. Qaraydigan bo'lsak, yuqorqidek bir bet chiqib mana nurg'un hujjatlarni ko'rsatib berdi. Qarab boqinglar, hammasida undash belgisi, ya'ni bexatarlikka diqqat qilish belgisi bor. Bu qanday hujjatlar? Buning birisi Beishugay Winjan 345 parcha, ya'ni o'zgartirilgan hujjat, asl hujjatni o'zgartirilgan hujjat 345 parcha. Undan boshqa topolmagan hujjat 42 parcha. Undan boshqa bir haftaning ichida yangilangan hujjatlar 3 parcha deb ma'lum chiqarib berdi. Buning tushundirilishining hammasi izohi bor. Buning birinchisi Shibay, ya'ni mag'lub bo'lgan hujjatlar asosi siz FTP orqali siz shu Shibay deb qaralgan, masalan, menga Shibay bo'lgan hujjatlar yo'qkan, hozir 0 deb ko'rsatdim. Shunday hujjatlar bulab kelib qolsa, siz Flash XP yoki FTP detallar orqali shu hujjatlarni to'liqlab qaytadan bekatga yo'llasangiz, bekatingizning ixtiyori normallashadi degan gap. Bekitimizning ba'zi ixtiyorlari normal ishlamagan ahvolatida biz shuni tekshirish elib berib,
mag'lub bo'lgan hujjatlarni mushu bevosita izlab tepib aslidagi tushirgan sistema ichidan diskazniki bir sistemasi ichidan tepib yo'llaversak bo'ldi degan gap. Undan keyin beshugay o'zgartirilgan ham tepilmagan hujjatlarni odatda sizga nisbatan bir ogohlantirish chiqarib berdik. Chuqum siz mushu hujjatlarni odatda bu hujjatlarning o'zi ko'pincha mushu siz ma'lum bir qisturma yoki uslublarni qashlash orqali bu hujjatlarga o'zgarish kirgizilgan. Undan boshqa siz imkon bor mushu hujjatlarni o'chirib eting. Nima? Foza Chingshanju. Mushunday gaplar bor ekan. Bu hujjatlarni to'liqlab qo'ysak bo'ldi, masalan, o'zgarishga o'zgargan. Buni to'liqlaymiz deb biz bevosita yo'llab qo'ysak bo'lmaydi. Nima ish qilasiz biz diskazning organ metodini tushungan vaqtning o'zida organ metodini tushungan vaqtning o'zida biz uyg'urcha tarjima qilish, har xil qismlarni qashlash sababdan bekitimiz hujjatga o'zgarish kirgizdi. Odatda ko'pincha shunday xatolik qilishdan bu yerda bizni diqqat qilganimiz nima desa, mushu shibayvin, ya'ni mag'lub bo'lgan hujjatlarni imkon bor boshqa to'liqlab yo'llab qo'ysak bo'ldi degan gap. Eng oxirgi birisi Cherru degan Shoyan, ya'ni qistirish nuqtasi deydi, tekshirish. Buni sen bu bekatning uslub ko'ngillik uslub shu o'rnidan biz tekshirish elib boqayli. Mana unda qistirish nuqtasidan mag'lub bo'lgan hujjatlar yo'q deydi. Bu nima desa, masalan, odatda mobilvinjan, ya'ni mushu bekatning uslub hujjat deb ataymiz, buni qilib hujjati. Mushu o'ringa mushu shaklda, ya'ni hok shaklda qistirilgan mushu bir kodga qaratilgan gap. Agar mushu kodingizda xatolik ko'rilgan bo'lsa, bekitingizdagi ba'zi bir munosabatlar normal ishlamaydi. Masalan, QQ guruhlarini qurish, undan boshqa QQ g'ambirlash qatorliqlar normal ishlamay qoladi. Shunga siz mushu Flash XP mushu siz aslidagi hujjat bilan o'zingizni selishtirib beqing. Selishtirib to'g'rilangandan keyin eng yaxshi mushu hujjatlarni to'liqlab bo'shliq qaytadan yo'llab qo'ying degan ushur chiqarib beryapti-da. Demak, mushurni biz tekshirib baksak, ba'zi xatoliklar bo'lsa, mushu kodlar yozilmay qolgan ahvol ostida mushunday xatoliklar chiqadi. Biz buni o'zgartirmasak, mana kod tahrirlashni ojiz to'rdoshlar bo'lib, bu bekatni yangidan qurganlar imkon bor diskazni asli tushirib olgan hujjatni o'zini bostirib qayta ko'rsatgan hujjatni yo'llasak bo'ldi. Mana bu qatimqi darsim hamishagacha olsun. Darsning davomida diqqat qilsanglar, xayr xo'sh.